Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 6-aprel haftaning dushanba kuni Toshkent viloyati Qibrey tumani Kirpichniga kelganmiz. Rustam xo'jagamizning fermasidan video obzor chiqarib beramiz. Ko'zingizni ko'rib, sifatiga baho beringlar. O'rtoq ikkita semental, bitta mesni. Mana. Ayniqsa hozir mana kunda shox kuydirilmagan, to'rtmacha sog' salomat yeb ichiga garantiya beradigan buqalar bo'lsa, ehson qilaman degan akalarimizga shu videoni tarqatib qo'yinglar. Ehsonga zo'r tushadi. Shoxlari kuydirilmagan, to'rtmucha sog', quloqlari hattoki ana tirtig'i, yirtig'i yo'q, o'rtoqlar. Mana buqani dodalari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odil aka, zo'rmisiz? Charchamasdan. Sizmi? Qanaqa ishlaringiz? Yaxshi, rahmat. Qaysi biridan kontentni boshlaymiz? Farqi yo'q, shu o'rtadigidan nima qo'ying? Aha. Shundan-a? Ha. Do'stlar. Ha jonivor. Mana. Orqalari ham kelishgan. Yoshi necha yashar buni? 4 yashar. 4 yosh, a? Kishi. Ha. Yosh 4 yashar. Shu. Ha. Mana orqalari. Mana shu buqamizni necha kilo vesi, живой vesi necha kilo chiqadi bo'ylaysizlar. O'rtoqlar vesini to'g'ri topganga mana shu sotilishlarini ham ko'rsatib beramiz. Mana jonivor qarang. O'zim ham bilmayman, imini mana shu buqaga o'zimning nomimdan, shaxsiy o'zimning anaqamdan to'g'ri topganga tarozini 1 million beraman. Kommentariyaga qarang, kim to'g'ri topar ekan. Lekin mana shu buqani qismati shu taroziga chiqishini videolarini qo'yib beraman. Haqqi halol bo'ladi o'rtoqlar. Nasib qilsa shu videoga men 1 million tikdim mana shu buqaga. Kommentariyada to'g'ri topgan odamga plastikdan tashib beriladi inshaalloh. Aka, narxini necha pul so'raymiz buni 4 yasharlikni? $10,000 davomimiz. Kami bor. Ozgina kami bor. Keyin kilosiga ham biz ham topmaganmiz, bilmaymiz. Siz ham bilmaysiz. Bilmaymiz. Mana topganga priz bor deysiz, lekin 1 tonna 300 dan kam bo'lishi kerak emas, xudo xolisa. Bu o'zi ko'rinib ham turibdi-yu. Sizlar konkret top qo'ysanglar, men videolarni ham chiqarib beraman. Bu mana shoxi kuydirilmagan semental. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deb niyat qilgan akalarimizga buni ham tasvirlab beramiz. Buni narxini necha pul so'raymiz? Bu ham $10,000. Kami bor. Kami bor. $10,000? $10,000. $10,000. Bunisi mesni parodiya, mana mesni. O'rtoqlar, buni necha pul so'raymiz? 100 million so'm. 100 million so'm. Yoshi necha yashar? 4 yashar buniki. Aka, mesini ham boqsa shunaqa bo'larganda. Ha. Yo'q, nimadir chatishgani shunaqa bo'ladimi? Yo'q, bo'ladi. Boqsa shunaqa bo'ladi-da. Yoshi 4 yashar deysiz? Ha. Pulini o'zini so'rasiz, yegan ichganini. Bular o'zimizda shunaqa holga kelganda bu mollar. Mesning buqa chiqozlariga. Narxi 100 million, ozgina kami bor. Yoshi 4 yashar. O'rtoqlar, agar mabodo Do'ron akam o'zlari shu fermani ish boshqaruvchilar, Do'ron akam bilan video qilamiz. Do'ron aka puliga kelishib qolsa boqib beraverasizmi? Ha, Qurbon hayitgacha. 40 kun qoldim Qurbon hayitga ham. Xudo xolisa Qurbon hayitgacha boqib berib turamiz. Mana. Mabodo shunaqa gigantlarni, tonnani ustida so'raganlari bo'lsa, 1 tonnadan 1 tonna yo'q, xudo xolasa 300 gacha chiqadigan buqalarimiz bor. Mana. Ichkarida yana boshqalari bor. Ularni ham ko'rsatib ketamiz. Ha, ularni ham ko'rsatib ketamiz. Qurbon hayitga yetib qo'ysa. O'zi necha yuz kilodan necha yuz kilogacha chiqadi? Sizlik. 1 tonnadan 700-600 kiloliklari ham bor-da. Xullas, qarang, menga 700 kilolik kerak ham topib bera olasizmi? Ha, shunaqa. Fermada bor. Ko'rsamizmi hozir? Ko'rsatamiz. O'rtoqlar, bu просто oldinroq chiqarib qo'yamiz, yana yaqinroq paytda chiqaramiz. Mana shuni kilosini topgan odamga men nomini 1 million priz plastikga tushirib beraman. Mana bo'lmasa. Narxi $10,000, bu ham $10,000, yonidagi mesni 100 million so'm. Mana.
sizlarga xudo xolasa Do'ron akamiz bilan birgalikda 700 kilodan 1 tonna 300 kilo chiqadiganlarini ham ko'rsatamiz, ko'rasizlar. Mana rossiyskiy ishqibozlariga, rossiyskiy Angus ishqibozlariga, Angus taxminiy kilosi necha kilo chiqadi? 8 kilo otib oladi. Mana Angus Mesni periodi qiziqayotgan akalarimiz bo'lsa, ishxona, korxona, zavod, fabrika voy, anu biznesmen aka-ukalarimiz mana tavsiya beradigan joyga kelganmiz o'rtoqlar. Haqiqatan ham qarang, zo'r boqib qo'yish kerak. Ikkalasini bir joyga to'g'izgan, egizligini ko'rsataylik. Mickey Mouse. Xo'sh, Avliyo'lga chatishganlari. Qarang. Endi anu shahar zo'risiz beka deyishadi, o'shanga o'xshab aka-uka bo'lsa yoki katta fabrikami, zavodmidi, korxonamidi bir sherikchilik ish boshlagan, u ishi zo'r bo'lib ketib qolib, biznesmen akalarimiz bo'lsa bir-biridan kam qilmaymiz. Ikkita sheriga bir xilini topib beraman. Egizdotilar, egizchilar dotilar, qarang. Bir xil. Bo'yni balandligi ham bir xil, rangi ham bir xil. Orqa oldi ko'rinishlari ham bir xil. Patsvet. Oldidan oling. Oldidan ham ko'rsataylik. Joningda mana o'rtoqlar. Mana qarang. Hasan olib borib so'yishi mumkin. Husan olib borib so'yishi mumkin. Bo'lsa Hoji akamiz olishlari mumkin, yo'q bo'lmasa mana ukalari olishi mumkin o'rtoqlar. Qarang. Bir qadam Alloh uchun yurish qiling siz, bir qadam. Qani 10 qadam atvet qaytishini, siz bir sim ehson qiling, sizga 1000 sim bo'lib qaytishini o'zingiz taniysiz, his qiladi o'rtoqlar. O'shaning uchun halol joyga kelganmiz mana. Xo'sh. Sementalga golishdan yoki shved chatishgan varianti o'rtoqlar gibrid. Mana buni qarang. Tayyor yetilgani bular. Bular tishimizga. Ovqatini ham ko'rsating, yeyotgan. Qani nima yeyapti hozir bular? Mana silis, arpa, kepi, shuluqi, kunjava, beda, somon hammasi aralashgan. 700 kilodan 1 tonna 300 kilogacha bor, kilogacha. Qarang mana buni. Anu bir xilini so'yib kushini tarqatganda maza qiladigan ukalarimizga tashab qo'yinglar. Quvon hayitgacha boqib beramiz. Alloh xayrli qilsin. Kelishib qolsangiz boqib qo'ramiz. Boqib beramiz quvon hayitgacha. Kelsin. Barakasini bersin mana. O'rtoqlar, manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumani Kirpichniyda. Xo'sh, telefon raqamlarimiz 97 412 21 30 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, yordamchi nomeri ham yoniga yozib ketamiz. Yozib ketamiz, ha. Qarang, Angus, rossiyskiy, Mesni, Mickey Mouse, Greenfoot. Ablikol bor. Xohlaganingizdan chiqaring. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Hozir yo'q, yana bormi? Yo'q, bo'ldi, hozircha shu. Buqalarimiz. Alloh rozi bo'lsin mana. Ketdik do'stlar. Oling, ehson qiling, xudo xolasa shu videomizni kanallaringizga tarqatib qo'yinglar. Bir masjid qurilishida bir dona g'isht uzatgan odamga ham savob teng barobar yozilgan. Siz ham bir marta yaxshilik qiling, savobiga sherik bo'ling o'rtoqlar. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Film tugadi.